Arafa oshga kelaverasizlar. Ko'tarilib kelishimga juda oz qoldi. O'zinglar ham sezyapsizlar. Juda oz qoldi. Hozir yordam berishlaringga imkoniyat bor sizlarda. Hozir menga paddeshga qilsalaring, yordam bersalaring, hozir vaqtlaring bor. Ertaga kuchayib ketaman-ku. Keyin yordam beraman, yaqin bo'laman siz bilan, mana $1000 olib qo'ying, aka ko'p qolaylik, do'st bo'lib qolaylik. Yo'q, unga kelmaydi keyin. Hozir imkoniyatlaring bor. Ko'tarilib ketishimni sezib turibsizlar, oz qoldi. Hozir paytdan foydalaninglar akalar. Ha, hozir imkon borda do'st. Ha, shashilasizlar. Faqat shashilasizlar. Keyin kech qolasizlar. Keyin omma atrofimni tozalab boraman. Keyin kech o'lar. Harakat qilyapman yashamoq uchun. Yozayotgan she'rlarim yeb qolar ona. Allohim ol qo'lim deganda bir kun bizni ham davrimiz kelib qolar ona. Ko'kargan pullarni ko'rmayin cho'ntak, ko'kardi mehnatdan qo'limiz yana biroz sabr qilsak ozgina jindek bizni ham davrimiz kelib qolar ona. Mehnatim ortidan sahnaga chiqsam, boylarni bolasi qildi tantana, bollarim kuchayar, ko'proq pul topsam bizni ham davrimiz kelib qolar ona. Topganim g'urur, iffat, ibo, or, vaqtimiz men keldim deb qolar ona. Eng لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن